Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar va dehqonlar, bog'bonlar. Chaqiruv bo'yicha Jamshid aka bilan olma bog'iga kelganmiz. Yosh olma bog'iga. Ha, yosh olma bog'i. Jamshid aka, nima muammo bo'yicha keldik? Xo'p, biz chaqiruv bo'yicha keldik. Parsha kasalligi olmamda qanaqadir kuyganga o'xshagan belgilar bor deyilganligi uchun keldik. Mana oldimda turib ko'rsataveraman. Yaqinroq qismlarini ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana barglar kuyganga o'xshab qolgan mana. Mana kuyib, sarg'ayib, sekin mana yomon bo'lib ketyapti. Kuyganni belgisini ko'rsatyapti. O'zi aslida parsha kasalligining simptomi. Mana o'zingiz ham ko'rsatasiz. Mana yo'llari ham rozi kuyibdi Jamshid aka. Mana. Kelaveradi. Simptomlarni yaqqol ko'rsatdik. Mana parsha kasalligining simptomlari usti va orqa qismlarida tushgan. Xo'p, bundan avvalgi videolarimizda parsha kasalligi haqida ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Xo'p, parsha kasalligi o'rtacha sutkalik harorat 18-20 gradusda sekin-astalik bilan rivojlanishni boshlaydi. Endi parsha kasalligi nisbatan havoning nisbiy namligi ham bo'lishi kerak. Undan tashqari parsha kasalligi 20 gradus bilan 30 gradus oralig'ida ham yaxshi tarqaladi. Mana shu haroratda ham yaxshi ko'radi. Mana shu haroratda kuchli ekinlarga zarar yetkazishni boshlaydi. 30 gradusdan yuqori bo'lganda sekin-astalik bilan o'zini zarar berish xususiyatlarini yo'qotadi. Endi hozir biz bundan avvalgi videolarimizda aytib o'tib ketgandik. Mana endi asosiy simptomlarni ham ko'rsatish uchun ham video ma'lumotlar qo'yamiz. Dehqonlarimizga, fermerlarimizga, bog'bonlarimizga manfaatli bo'lishi uchun. Xo'p. Bu kasallikka Agrigold kompaniyasi qanday fungitsidlarni tavsiya qiladi? Xo'p, Gidramil Gold fungitsidni tavsiya qiladi. Undan keyin Skor Gold, undan keyin Strobi, shu bilan birgalikda Impact preparatlarini ham tavsiya qiladi. Mana shularni sepsa, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi, kasallikning zararidan ancha xalos bo'lishadi. Jamshid aka, parsha kasalligini yomon ziyon tomonlari haqida. Ha, o'zi hozir bu yerda meva yo'q, lekin meva yo'q. Yosh gilos olma bog'. Qarang, asosiy barglarga zarar yetkazib turib o'sishi. Mana mevasiz daraxtlarda parsha kasalligi tushadigan bo'lsa, asosiy barglarga zarar keltiradi va shu barglar fotosintez bo'lishi, sekinlashishi natijasida barglar soni kamayib ketib, sog'lom barglarning soni kamayib ketishi natijasida o'sishdan to'xtab qoladi ekan, jiddiy zarar ko'radi. O'z vaqtida o'zi belgilangan holatda o'smaydi, o'zi mo'ljallangan holatda o'smaydi. Mevali daraxt bo'lsa, mevali daraxtlarda mevasiga jiddiy zarar yetkazadi, tovar ko'rinishini bozorbopligini buzib qo'yadi. Sotilmaydigan holatga olib kelib qo'yishi ham mumkin. Bozorbopligini yo'qotib qo'yadi. Endi yana qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketaman. Bu yerda mana shira kasalligi ham bor ekan. Shira zarar kunandasi ko'rsatib qo'yasiz. Mayda shiralar tushgan. Qarang, yana shira ham boshlabdi. Endi yaqinroq olib kelasiz, mana bu yerda chumolilar ham yurganini ko'rsatasiz. Hozir shu yerda chumoli bor ekan. Mana chumoli. Chumoli. Qarang, bu yerda endi chumoli hech qanaqa zarar kunanda emas. Hamma ko'pchilik chumoliga kurashamiz deb o'ylashadi. Chumoli shira tarqatadi deyshadi. To'g'ri, shira bor joyda chumoli bo'ladi, chunki shiradan qolgan o'simliklarni shirasini o'zini tashiydi ozuqa sifatida. Biz shira zarar kunandasiga kurashganimizda chumolilar ham deyarli daraxtlarga chiqishi kamayib ketadi va mana shu chumolilar daraxtlarga shira yoki chumolilar daraxtlarga parsha kasalligini yuqtirishi nisbatan kamayib ketadi. Jamshid aka, tog'amizga hozir nima maslahat berdik, nima sepadigan bo'ldik? Endi bir qator o'sha tavsiya berib o'tib ketgan Gidramil Gold, bundan tashqari Impact Gold, Kraxametil, ta'sir qiluvchi moddali Strobi, undan tashqari Skor preparatlarimizni tavsiya qildi. Ertaga endi holatidan kelib chiqib ekin maydonini yo bo'lmasa iqtisodiy samaradorlik jihatidan ham kelib chiqib, mana shu dorilardan bittasini qo'llashni maslahatini qilamiz ertaga. Xudo xolasa shu preparatlar qo'llansa, parsha kasalligini oldini olib, kasallikdan xalos bo'lish imkoniyati. Yosh bog'lar haqida immunitet qanday bersa bo'ladi? Endi ma'lumot berib o'tib keting. O'g'itlashga
jiddiy qaraladi o'g'itlashga. Endi ko'pgina kasalliklar azotli o'g'itlarni me'yoridan oshishi berganda ko'proq tarqalib ketadi. O'sha o'g'itlashni o'zini vaqtida va me'yorida berish, me'yorida berish yaxshi samara beradi. Bizda o'g'itlashga qanaqa bargidan berishga qanaqa mahsulotlarimiz bor jamshid aka? Endi bizda nano gellarimiz bor, uni montaj davomida qo'yib ketamiz. Ana o'shalarni bargidan oziqlantirish sifatida tavsiya etilgan bo'ladi. Bog'lar uchun ayni manzur. Ha. Jamshid aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Pasha kasalligidan bizning kuzatuvchilarimiz ehtiyot bo'lishadi, nazoratga olib qo'yishadi. Bog'larni 30 o'rtacha sutkalik harorat 30 gradusdan yuqori bo'lmagunigacha jiddiy nazoratga olish, monitoring qilishni tavsiya qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa foydali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kasalliklar simptomlarini, ularni qanaqa aniqlashni to'g'risida ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. AgroGold Plus kanalida qolinglar.